Ochiq oydin gunoh qiladigan odamni fosiq deyiladi. Jamiyatda hammani ko'z oldida tortinmay gunoh qilsa buni fosiq deydi. Bir musulmonni joniga qasd qilish katta gunohligini bilib turib, uni qonini halol sanash kufrdir. Alloh bundan saqlasin. Gohida bo'lar bo'lmasga signal chalish, nomahramlarga nazar solish yoki musiqani baland qo'yish bilan o'zgalarga ozor berishadi. Kechki paytlarda boshqa haydovchilarning ko'zini oladigan darajada chiroqlarni yoritib borish. Ba'zi ahmoqlar bu bilan zavqlanadi. Ular hammasi ozor, hammasi gunohdir. Demak, transport vositalarini boshqarish odoblari va unda mo'tadil bo'lmoqlik zarur. Aksariyat yo'l hodisalari mast qiluvchi narsalarni iste'mol qilib, natijada shu ishlar ro'y beradi. Yoki tezlikni me'yoridan oshirish yoki telefonda gaplashish sababli yuz beryapti. Mast qiluvchi ichimliklarni ichish katta gunoh. Ichgan odamni iymondan chiqaradi. Uni ustiga mast holda avtoulovni boshqarishga o'tirish undan da og'irroq jinoyatdir. Telefonda gaplashish esa haydovchining ham, piyodaning ham diqqatini oladi. Falokat uchun odam bir necha soniyaga chalg'isa yetarli. Dinimiz ko'rsatmalarida inson odatda piyoda yurganda ham, ulovda yurganda ham mo'tadil bir tezlikda yurishligi tavsiya qilinadi. Piyoda yurganda haddan tashqari tez yurish mo'minni haybatini ketkazadi. Ulovda haddan tez yurishlik kibr va o'zini boshqalardan ustun qo'yishlikka sabab bo'ladi.